bir obyektga chaqirishdi. Novostroyga kvartira ekan, shu Toshkentmizda. 5 santimetrga uzunligi 3 metrli reshetka qo'ydi oshxonaga. Keyin uni gipsikarton ichida qolib ketadigan variant ekan. O'shaqa variant qilib dizayn qilishdi. Xullas bitgandan keyin xuddi bir uzun chizuv turganga o'xshaydi pastdan qarasanglar. U ham o'ziga yarasha bir ajoyib dizayn bo'ldi. Buni endi biz bitirgandan keyin rasmga, videoga olish imkoni bo'lmagani uchun shu qora ish holatida rasmlarni videoga oldim. Bu ham bitta g'oya bo'ldi-da. Mabodo shunaqa oshxonasiga shunaqa mo'ljal qilgan odamlar bo'lsa, mana shunaqa variantni ham bir o'ylab ko'rsanglar bo'ladi. Shunda mana o'rnatilgan holatda turibdi. 3 metrlik uzun reshetka bo'lyapti. Gips kartonni qoplagandan keyin 2 santimetrlik teshuv qoladi havo aylanishiga. Faqat bitta muammo bo'lgani bu obyektni regelga to'g'ri kelib qoldi. 40 santimetr joyi, shu 40 santimetr joyini tunika bilan bog'ib qo'ydi bekitib. Mana ko'rishingiz mumkin. Bitgandan keyin gips karton yopilgandan keyin holati bu. Endi buni malarkadan keyingi holatini biz imkoni bo'lmadi olishni. Bu ham bir o'zgacha dizayn bo'ldi.